alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun gistologiya va embriologiya fanidan navbatdagi mavzumiz ontogenez, ya'ni organizmlarning ko'payishi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Jinsiy hujayralarning morfologiyasi, tuxum hujayra va spermatozoidning tuzilishi. Demak, ushbu taqdimotda biz inson jinsiy hujayralari, tuxum hujayra va spermatozoidning tuzilishi, funksiyalari va ko'payish jarayonidagi ahamiyatni atroflicha o'rganamiz. Har bir hujayraning o'ziga xos xususiyatlari va ularning hayot siklidagi rolini chuqur tushunishga intilamiz. Jinsiy hujayralar gameta deyiladi. Ular organizmda ko'payish uchun xizmat qiladigan maxsus hujayralar. Ular gaploid to'plamga ega, ya'ni N, ya'ni har birida xromosomalarning bitta to'plami mavjud. Bu xususiyat urug'lanishdan so'ng xromosomalar sonini normal darajada saqlash uchun juda muhim. Asosan ikki xil hujayra farqlanadi. Tuxum hujayra ona gametasi va spermatozoid ota gametasi hisoblanadi. Tuxum hujayra odatda yirik, dumaloq va harakatsiz hujayradir. Uning katta hajmi va harakatsizligi urug'lanish jarayoni uchun muhim adaptatsiya hisoblanadi. Uning hajmi 120-150 mikron diametrda bo'lib, oziq moddalar, ya'ni zigota rivojlanishi uchun sariqlik mavjud bo'ladi. Asosan himoya qobiqlari zona pellucida va korona radiata kabi himoya qobiqlariga ega. Tuxum hujayraning funksiyasiga keladigan bo'lsak, sperma bilan qo'shilish, urug'lanish jarayonining boshlanishi, oziq moddalar bilan ta'minlash, zigotaning dastlabki rivojlanishini qo'llab-quvvatlash kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Spermatozoid asosan 3 qismdan tashkil topgan bo'lib, bosh, bo'yin va dum qismlari xarakterlanadi. Bosh qismi genetik material va akrosomadan tarkib topadi. Bo'yin qismidagi mitoxondriyalar asosan energiya vazifasini bajaradi. Dum qismi harakatni ta'minlovchi xivchindan iborat bo'ladi. Spermatozoidning funksiyasi asosan tuxum hujayraga yetib borish va urug'lanish uchun zarur bo'lgan asosiy harakatlarni amalga oshiradi. Genetik materialni yetkazadi, bu esa yangi organizmning genetik asosini shakllantirib berish funksiyasini bajaradi. Akrosoma spermatozoid boshining old qismida joylashgan qalpoqsimon tuzilma bo'lib, uning ichi tuxum hujayra qobig'ini eritish uchun zarur bo'lgan gidrolitik ferment bilan to'lgan. Bu ferment sperma hujayrasi tuxum hujayraga kirish uchun yo'l ochish funksiyasini bajaradi. Urug'lanish jarayonida sperma tuxum hujayra bilan aloqa qilganda akrosomal reaksiya sodir bo'ladi. Reaksiya natijasida fermentlar ajralib chiqadi va tuxum hujayraning tashqi qobiqlari, xususan zona pellucida va korona radiatorni parchalaydi. Bu jarayon spermaning tuxum hujayra plazmatik membranasiga yetib borishi va uni urug'lantirish uchun sharoit yaratadi. Spermatozoidning dumi harakatchanligini ta'minlaydigan asosiy organ hisoblanadi. Dumning ritmik harakatlari spermani suyuq muhitda, masalan, ayol jinsiy hujayralarida oldinga siljitadi. Bo'yin qismida joylashgan ko'p sonli mitoxondriyalar harakat uchun zarur bo'lgan ATFni ishlab chiqaradi. Mitoxondriya hujayraning energiya stansiyasi bo'lib, spermani uzoq masofalarni bosib o'tishi va tuxum hujayraga yetib borishini ta'minlaydi. Spermatozoidning harakat tezligi odatda 1-3 mm/minutni tashkil etadi. Bu tuxum hujayraga tezroq yetib borish uchun muhimdir. 1-3 mm/minut bu harakat tezligi optimal tezlik hisoblanadi. 95% dum energiya mitoxondriyalar tomonidan quvvatlanadi. Jinsiy hujayralar asosan ahamiyatiga keladigan bo'lsak, nasl berish, genetik xilma-xillik va evolyutsiyada turlarning rivojlanishi uchun juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Oogenez bu tuxum hujayraning rivojlanishi hisoblanib, demak 3 ta bosqichi bor. Asosiy bosqich va spermatozoid bilan taqqoslash kabilarni olishimiz mumkin. Tuxum hujayraning rivojlanishi oogenez urg'ochi jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoni bo'lib, tug'ilishdan oldin boshlanib, balog'at yoshigacha davom etadi. Asosan bu jarayon ko'payish, o'sish va yetilish kabi 3 ta asosiy bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Agar ikkita jarayonni taqqoslaydigan bo'lsak, oogenez spermatogenezdan hosil bo'ladigan hujayralar soni va sitoplazmatik taqsimotning notekisligi bilan farqlanadi, ammo ikkalasi ham meyozni o'z ichiga oladi.
Har ikkala bosqichda spermatozoid va ovogenezni quyidagi taqdimotlarda biz solishtirganmiz. Misol tariqasida masalan solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, jinsiy ko'payish, ovogenez va spermatogenez jinsiy ko'payishning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular genetik materialning avloddan avlodga o'tishini, shuningdek genetik xilma-xillikni ta'minlaydi. Bu esa turlarning moslashish qobiliyati va evolyutsiyasi uchun muhim hisoblanadi. Jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoni o'ta murakkab va nozik tartibga solingan bo'lib, har bir bosqich aniq genetik va gormonal nazorat ostida kechadi. Ushbu jarayondagi har qanday buzilish reproduktiv muammolarga olib kelishi mumkin. Bu jarayonlarni chuqur o'rganish, reproduktiv tibbiyot, bepushtlikni davolash va kontratsepsiya usullarini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Jinsiy hujayralar biologiyasini tushunish inson salomatligi va biologik xilma-xillikni saqlash uchun juda muhim hisoblanadi. Tuxum hujayra va spermatozoid har ikkalasi ham hayotning davomiyligi va yangi organizmning shakllanishi uchun bo'lgan noyob jinsiy hujayralar hisoblanadi. Ularning har biri o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, o'zining noyob funksiyasini bajaradi. Tuxum hujayra genetik materialni va zigotaning dastlabki rivojlanishi uchun zarur oziq moddalarni ta'minlasa, spermatozoid genetik ma'lumotni yetkazib berish va tuxum hujayraga kirish uchun maxsus harakatchanlikka ega. Bu hujayralarning o'zaro hamkorligi ko'payish jarayonining asosini tashkil etadi va genetik xilma-xillikni ta'minlaydi. Ushbu taqdimotimizda jinsiy hujayralarning morfologiyasi va ularning hayotdagi ahamiyati chuqur o'rganildi. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar siz uchun juda ham foydali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.